viloyat Qo'qon shaharidanman. Nazarova Fatima. Murojaatim Prezidentimizga Shavkat Mirziyoyev, Saida Mirziyoyevalarga mana 8-yanvar kuni 2026-yil kuni biz dukonimizni kirib buzib ish faoliyatimizni to'xtatib qo'ygan. Bu yuzasidan rahbarlar qilgan. Rahbarlarga aytyapman, murojaat qilmagan joyim qolmadi. 102 ga berdim. 11 ga berdim. Uchastko'ylar Yunusaliyev, Dilovar, Yoqubov, Azamat, Qurbonov, Isroil akalar arizamni qonuniy ko'rib chiqmasdan o'zimni sudga olib borib, o'zimni sud ichida bilmayman nima bo'ldi, nima yo'q, tushunmayapman. Advokatga ham boryapman. Hozir administratsiyasiga ketyapman, Toshkent shahariga ketyapman. Yordam beringlar. Murojaatimni ko'rib chiqsin. Ayollarni himoya qilib order so'radim. Order ham berishmayapti. 11 ga qildim. Telefonlarda ko'rib turibmiz, qonun bor, adolat bor deyishyapti. Yo'q-ku, qanaqa? Nimaga uchastko'ylar bunaqa qiladi? Arizalarim qani? Shu 11.06 ga 102 ga prokuraturaga murojaat qilganlarim qani? Javobini bersin. Javobini bersin. Toshkentgacha boraman, mana ketyapman men. Vazirga boraman, vazirning qabullariga ham boraman men. Nima yo'qda ariza bilan beryapman, arizalarimni javobini bermayapti, ketyapman. Jonimdan to'ydim. Jonimdan to'ydim. Jonimdan to'ydim. Uchastko'ylardan qasddan surishtiruv o'tkazsin, shu delani olsin, ko'rsin. Arizalarim yo'q, sudga ham berishmabdi. Majbur bo'lyapman, mana Instagramga qo'yishga, murojaat berishga majbur bo'lyapman. Saida Mirziyoyeva prezidentimiz qayerga borish kerak, nima qilish kerak? Mani o'rnimda bo'lib ko'rsa biladi odam, shu nima qanaqa ahvolga tushganini. Mani o'rnimda bo'lsin-chi, shular ham mani o'rnimda bo'lsin. Prokuraturaga bordim, hamma yoqqa bordim. Nima qilay? Kimga uchray? Kimga uchray? Kimga aytay? Arizalarim yo'q, javoblari yo'q. Javoblarni berishmayapti. Shu 102 ga beryapti, ishonib. 11.06 ga shu xizmat tekshiruv o'tkazilsin deyapman. Bunisi bunga qiladi. Ko'rmaydi. Shu suddan ham noroziman men. Sudda olib kirib olaman, o'rnimga o'zlaringlar kirib chiqinglarchi. Zerikdim. Jonimdan to'ydim, hammasidan to'ydim. Farg'ona viloyatidan tekshiruv o'tkazgani kelishdi. Bittalari mana javob xatini berishmayapti. Kimdan olay? Kimdan olay? Aytinglar, mana kimdan olay? Kimga aytay? Kimga aytay dardimni? Tushunyapsizlarmi? Tushunyapsizlarmi? Meni ham ariza beryapman-ku, sababini o'rganinglar shu kishilarda. Xodimlardan shu uchastko'ylarni surishtiringlar, nima sababdan menga buni bosim qilyapti? Nimaga bosim qilyapti menga? Kimga boraman men, dardimni aytaman. Kimga boraman? Kim nima bosim qilyapti menga shular? Isroil aka, Qurbon Isroil aka, Yunusaliyev, Dilovar, Yoqubov, Azamat, zabsizlar bersam sal bosinmas deydi o'rganuvchilar. Shu o'rganuvchilarni ustidan ham bormi chora ko'radigan? Javob xatini bersin, yuqorilarga yozaman. Bersin javob xatini. Yuqoriga borib yozaman. Qo'qonga borolmayapman, Qo'qonda yasholmayapman. Tushunyapsizlarmi? Qo'qonga borsam ahvolimni o'zim tushunaman, o'zim bilaman. Hech kim meni eshitgan yo'q. Na prokuraturadan chaqirdi, na go'radirdan chaqirdi. Mazam qochyapti dedim. Bosim qilyapti dedim. Bosim bas. Videolarni zabsizlarni ishtinglarchi, olinglarchi, qo'limdan isbotlarni olinglarchi. Sarson bo'lib ketdimmi? Qayerga boray? Zerikdim. Jonimdan to'ydim, zerikdim. Biz zerikdim Qurbon Isroil akadan. Yoqubov, Azamatdan,
garip dilovalardan zerikdim. Arizamı olmadı, tushuntirish xatlarni olmayapti. Topshiriq bo'pti, 102 ga bersam ham olib turib отказ qilyapti-ku, nimaga? Nimaga meni surishtirib olib bormayapti shular? Boshidan o'tsa biladi. Hamma boshidan o'tsa tushunadi meni ahvolimni. Shu uchastkovoyga nima deyalaman men? Bo'pti, hop. Отказ qilibman, mana yozmabman. Nima sababdanligini shularni sudga chaqirtirib bordim. Sudga aytyapman. Tushuntirish xati olmaganman deyapman sudga ham. Adolat ber, adolatli bo'ladi dedim sud ham. Apellyatsiya yozaman endi. Himoyalaringga olinglar. Kim tarafdan himoya olinadi? Kim nima qiladi? Meni boshimdan o'tib turibdi-yu. Men bilyapman-ku. Tushunib turibman-ku. Kim tushunadi? Umuman o'zim bilan o'zim gaplasha olib zerikdim. Faqat o'zimga savol beraman. Prokuraturaga boraman, umuman kirib bo'lmaydi, ishlaydi. Arizani pochtadan jo'natyapman, mana kettasalari turibdi.